Barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz. Hurmatli baliq burch sohiblari, sizlarni 2026-yil yangi yilingiz bilan tabriklaymiz va sizlar uchun tarot xaritasidan 2026-yilning yanvar oyi uchun, shunchaki kayfiyat uchun tarot xaritasidan xabar bermoqchimiz. Xo'sh, asosiy maqsadlaringiz yanvar oyida nima? To'siqlarga qaramasdan barqarorlik o'rnatish ishingizda, karyerangizda, oilangizda, yutuqlaringiz va pullaringizda va sizdan yomon xabarlar, yomon odamlar, hayotingizdagi ko'p yomon odamlar saralandi va bular sizdan ketdi, yomon narsalar sizdan ketdi. Hatto tashvishga qo'ygan bo'lsa ham, sizga bu o'tgan qiyinchiliklaringiz, o'tgan sinovlaringiz bu sizga donolik berdi. Bu sizga tajriba berdi. Kim bilan kimni yoningizda olib qolish, kim bilandir hamohanglik munosabatda bo'lishni tanlab olishni boshladingiz va sevilasiz. Yanvar oyida sizda sevgi, barcha munosabatlarda farzandlaringiz bilan, nevaralaringiz bilan yoki o'zingizning yaqin dugonalaringiz bilan, qarindoshlaringiz bilan sizda sevgi va yana asl oldingi sevimli baliqchaga aylanasiz. Baliqchalarim deydi-ku. Ha, siz endi tavakkal qilasiz. Yanvar oyida tavakkal, o'z energiyangiz, oldingi energiyangiz sizga qaytib keladi. Sizdan qo'rquvlar ketadi. Sizda tavakkalchilik boshlanadi. Tavakkal bo'lasiz endi, bo'ldi. Endi illyuziyalarga ishonmaysiz. Endi hamma berilgan va'dalarga ishonmaysiz, bo'ldi. Sizga berilgan va'dalarning birontasi o'xshamadi. Endi siz reja tuzib ish qilasiz. Faqat o'zingizni rejangiz va intuitsiyangizga quloq solishni afzal bilasiz. Bu naqadar yoqimli, bu naqadar yoqimli, bu naqadar ajoyib. Ya'ni sizni pul mablag' kutib turibdi. Siz qolganingiz yo'q. Pullaringiz, voy nega pulim kam demang, pullaringizni olasiz. Pullaringiz siz tomonga quchoq ochib kelmoqda. Sizni podдержка qiluvchi odamlar ham yoningizga yig'iladi. Sizni juda ham sog'inishgan. Ajoyib. Quyoshdek charaqlaysiz, hurmatli baliqlar. Yo'llaringiz ochiq, ishlaringiz yurishadi, hurmat e'tiborda bo'lasiz. Hech kim siz bilan janjallashmaydi. Janjallashga harakat qilaman desa ham sizni topa olmaydi. Chunki siz o'z rejalaringiz va maqsadlaringizga tayandingiz. Faqat atrofingizda kerakli odamlarni asrab qolishga qaror qabul qildingiz. Siz o'sdingiz, ulg'aydingiz, siz shirin bo'ldingiz. Endi sizga uncha-munchasini tili yoki xatti-harakati o'tmaydi. Endi ular sizdan qo'rqsin. Endi ular sizdan qo'rqsin. Endi sog'ligingizga juda e'tiborli bo'ling. Sizga pul keladi, rejalar keladi. Sog'ligingizga, oyog'ingizga, ayniqsa oyog'ingizga juda ham e'tiborli bo'linglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Juda ham keraklisizlar. 2026-yil sizni martabangiz balandligi va do'stlar davrasida eng obro'li bo'lib o'tirishingiz va sevimli bo'lishingiz bilan va shunchalik sevimli bo'lasizki, hatto havolanib ketmasligingiz ham kerak. Yanvar oyi sizga pul, daromad, aynan qish faslida sizda puldan qiynalishlar umuman yo'q. Xullas kalom, sizda yanvar oyi ajoyib, yo'llaringiz ochiq va sizda pul kelmoqda, yordamchi va sizni yaqinlaringiz, farzandlaringiz yoki juftingiz tomonidan pul, daromadlar olasiz. Yanvar oyi tez o'tadi va yoqimli lahzalarga boy bo'ladi. Hurmatli baliq burch sohiblari, sog' bo'linglar.